Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchilar. Mana ishlarimiz ketyapti. Kachinalarimiz xolos chotki bo'lyapti. Taklanashlari ham o'ta tekis. Kachilarning tayyor holati ham bor. Abdiyning karkazlari ham bor. Mana transport stollarimiz ba'da 2 kishilik bochkalardan kafelarga, ko'chada turgani 2 kishilik stollarimiz bor. Endi chiqib chiqib kraskalarni. Kachilarimiz parashka kraskalar hammasi. Mana holat bor. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Katyollar ham bor. Katyol ham o'ta ekonom katyol. Bu aqlli katyol hammaga. Bu tomonda takayli xizmatlarimiz bor. Turba gip, profil gip. Bashli stollarga. Mana kachilalar uchun 40 lik turba, 32 lik turbalarga giplarimiz tayyor bo'lyapti. Mana rezbalari ham xudo xolasa. Buda kattadan. Ikkita rezba bilan bittasi kachilar chiqaradi. Bunisi pash tayyor holatda. Mana bunisi kattaroq model. Ikki tomonlama bo'ladi, bu bir taraflama bo'ladi. Katta yo'limiz ham bitgan holat. Yarim tayyor holat. Bochka stolimiz stoli bu. Xohlasa buni kraskasi ertaga bitta video qilamiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Adden roliklar tayyorlab beriladi. Turbaga, profilga har xil shakl bo'kish uchun tayyorlab beriladi.